Alohida xona tayyorlab qo'yinglar. Kim uchun? Nazokat opaganmi? Afzalli xotiniga. Eringiz bilan ajrashdim. Aybini bo'yniga qo'ydim. Qizlarini olib ketdilarmi? O'zim jahl ustida javobini berib yubordim. Kechirasiz, Sodiq Turg'unovich xonasidami? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sodiq Turg'unovich ishga olib kelishimni aytgandilar. Marhamat, o'ting bu yoqqa. Afzal xotinini Sodiq Turg'unovichni yoniga ishga kirganini bilsa, qay ahvolga tusharkan? Bugundan boshlab ofisda ish boshlarkansiz. Har bir masalani men bilan muhokama qilishingizga to'g'ri keladi. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Sodiq Turg'unovich, Tinchlikmi? Afzal akani xotinini ko'rgandim. Ayollarni ishga oldingizmi? Axir korxonamizdagi barcha sirlarni eriga yetkazadi-ku. Aqling yetmagan ishga. Burningni ham tiqma, aralashmagan, tushundingmi? Bu ayol menga yoqmadi. Qarashlari g'alati. Indamay basharangga qarab turaveradi. Nimani o'ylaganini Xudo biladi. Keyin uni bizga nima keragi bor? Qo'lidan hech narsa kelmaydi. Axir u uyda o'tirgan ayol bo'lsa, shuni o'rniga PR bo'yicha mutaxassisni ishga olardik. Bizga mish-mish kerak. Tushundingmi? Ofisda Afzalli xotini Sodiq Turg'unovich ishlayapti degan shov-shuv gap kerak. Ana shunda Afzal deganlarni cho'chitib qo'yamiz. Bu birinchi zarba bo'ladi. Bu Troya degan kinoni ko'rganmisan? Yo'q. Hayotdan orqada qolsam bolam. Bugun borib, shu tarixiy film borib ko'rishing kerak. Agar dushmanga bas kela olmasang, uni ichiga kirib olishing kerak. Tushunyapsanmi? Ichiga. Tashqaridan yenga olmagan dushmanni ichkaridan yengasan. Bildingmi? Tushunarli. Juda ham zo'r taktika ekan. Bildingmi? Qo'lidan hech narsa kelmasa ham mana shu yerda o'tirish kerak. Bo'lmaganda bir oy. Keyin haydab olsak ham bo'laveradi. Bu bilan Afzal boyni rosa asabiga tegamizda, ukam. Donosiz. Sizdan ko'p narsa o'rganish kerak. Ey ukam, bilasanmi? Afzal xotinini o'lguday yaxshi ko'radi. Balkim o'zini qilgan ishlariga afsuslanib o'tirgandir. Ha, balkim. Xullaschi, menga yaqin yursang, qorning to'q, ening butun, cho'ntang pulga to'ladi. Tushundingmi? Tushundim. Keyin mana bu miyangam, qovoq miyangam yaxshi ishlaydigan bo'ladi. Bor endi bor. Bugungi darslik tugadi. Xo'p bo'ladi. O'rgangin. Xo'p. Tavba qildim. Voy, biz bularni yoshdachi, yerga ursachi, osmonga sakrardik. Toni talqon qivorardik. Bular lalay o'ladi. Og'ziga oshini oldirib. Tavba qildim. Ko'ramiz. Hali kim kimni tiz cho'ktirar ekan. Afzalbek, fatvo markaziga borib, nikoh masalasida gaplashib kelsak bo'lardi. Yo'q, G'aybulla aka, bormayman. Afzalboy,
Bo'lmasam xotiningiz ularni qo'lida qo'g'irchoq bo'ladi. Bir tomondan otasi, bir tomonda Sodiq uni xohlagan ko'yiga soladi. Ahmoq xotin. Sodiqni qanchalik yomon ko'rishini bilardi-yu. Yana uni yoniga borib balo bormi? Essiz. Sizlar jahldasizlar. Lekin farzandlarni unutmaslik kerak. Bugunchalik o'ylab ko'ring. Balki ertaga ertalab birga o'tib kelarmiz. Kela qol. Kela qol. Vali opa, qandaysiz? Yaxshimisiz? Xudoga shukr. Mana pirashki pishirib olib chiqdim. Lenaga olib keldim. Voy, rahmat, rahmat. Давайте, o'ting. O'zingiz qalaysiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Ay, Ha, spasibo. rahmat. Lena uydami? Ha, Yaxshimi? Uyda. Lena, Вот qo'shnimiz соседка senga наши pirashki olib пирожки chiqibdi. привезла. Chiqa qol. Выходи. Lena. Foydasi yo'q. Chiqmaydi. Xo'jayini bilan urushgan. Xafa bo'lib o'tiribdi. Bugun ana qo'shningizni ko'rdim, o'g'iloy. Qaysi o'g'loy? Mana bir devor qo'shningiz. Ha, ro'paramdagimi? Ha. Xo'sh, Aytishiga qaraganda, qudingiz ostonangizga nimadir sepib ketayotgan ekan. bu nima degani? Adashmayapsanmi? Yo'q, o'zi aytdi. Aniq ko'zi bilan ko'ribdi. O'zi aytmoqchi edi, chiqib aytmadimi? Yo'q, u menga hech narsa demadi. Ha. Balki shuning uchun qizim oyog'i bilan yiqilgan bo'lsa kerak. Bo'lishi mumkin. Nima sepdi o'zi? Bilmadim. Bir nima sepibdi, sipirib tashadim dedi. Rahmat senga. Agar qizimga bir nima bo'lsa, Allaqachon bo'lgan. Vali opa qizingiz eri bilan urushib qolgan. Ha. Men Lenani uzoqroqqa olib ketishim kerak. O'sha yerda u bolasini dunyoga keltirish kerak. Bular juda qo'rqinchli odamlar. Meni qizimdan uzoqroq turish kerak. Ha, bir nima qilmasangiz bo'lmaydi. Nima qilishim mumkin? Nima bo'ldi? Gaplashdim. Qaysarlik qilyapti. Xotinini Sodiq ishlatganini kechira olmayapti. O'lgan ustiga tepgan qilib, xotini uni oldiga borib nima qiladi? Ochig'i bu ayolga ham hayron qoldim. Qaytaga oilasini asrab qolishga harakat qilmaydimi? Galvars. Ular qaytamga battar qiladi. Menimcha, otasi ko'nmagan. Dildora o'zi aqlli ayol edilar. Ko'rib turibman qanaqa aqlliligini. G'aybulla aka, men bunaqa sevgini ko'rmaganman. Bu hali sevgimi? Lekin hammayamcha sevgisini baralla aytavermaydi. Sevaman deb ko'ksiga urib, jar solmaydi. Xullas Afzal tuyg'ularini gapirmaydigan andishali yigit. Endi jim sevadiganlarni sevgisidan kechish ham oson bo'lmaydi. Men ochig'i bunaqa sevgini tushunmayman. O'rtada farzandlar bor. Afzal xotiniga jahl qildi. Lekin bolalarchi? Bolalarni o'ylamadi-ku. Men ham shuni o'ylayapman. G'aybulla aka, balki domlani ertaga shu yerga olib kelarmiz.
Yaxshi fikr. Mayli. Bir yo'lini qilamiz. Yaxshi bo'lardi. Men qurilishga o'tib kelay. Yana maslahat qilamiz. Xo'p. Rostdan ham yaxshi kompaniya ekan. Ana u xotin qayerda ekan, ha? Yoki xohlasa ishga kelib, xohlasa kelmas ekanmi? Nazokat Botirovna. Shuni tagiga yetishim kerak. Dildaroxon, siz bo'lasizmi? Ha, men bo'laman. Meni ismim Jahongir. Sodiq Turg'unchni yordamchisi bo'laman. Tanishganimdan xursandman. Men ham xursandman. Shef aytdilar. Siz loyihani yangi yuzi bo'lar ekansiz. Yangi uylarning reklamasida sizning suratingiz bo'lar ekan. Hozir fotograf keladi. Tayyorlanib turing. Mendan boshqa odam yo'qmi? Odam bor edi. Gaplashib qo'ygandik. Ammo Sodiq Turg'unovich shuni xohladilar. Tushunarli. Mayli. Mayli. Bu chol ataylab meni erim asabiga tegish uchun mendan foydalanyapti. Erim menga Instagramga ham rasm qo'yishimga ruxsat bermasdi. Hozir hamma yerda meni rasmim tarqab ketsa nima bo'ladi? Rashkdan yorilib ketadi. Bir-birimizdan yana ham uzoqlashib ketamiz. Agar erim bilan ajrashib ketsak, nima bo'ladi? Chol shunda meni qurbon qilgan bo'ladimi? Sodiq Turg'unovich, gaplashvasak bo'ladimi? Marhamat, keling o'tiring. Nima gap ekan? Meni loyihani yuzi bo'ladi debsiz. Hozir bir yigit kelib menga aytib ketdi. Rasmga olinadi dedi. Ha, men aytdim. Siz endi mana shu kompaniyamizni ramzi bo'lasiz. Nimasi yomon? Lekin mendan so'ramadingiz-ku. Meni xabarim yo'q. Mana eshitiz bo'ldi. Men rozi emasman. Nimaga rozi emassiz? Chunki erim meni rasmimni hech qayerga qo'ydirmaydi. Kechirasiz-u. Qaysi eringiz haqida gapiryapsiz? Kecha javobingizni berib, uydan haydagan shu betayin Afzal haqidami? Sizdan voz kechgan inson haqida o'ylab, nima? Yaxshi loyihadan quruq qolib ketasizmi? Qolaversa, buning uchun men sizga yaxshigina alohida haq to'layman. Bu juda katta pul. Tushundingizmi? Hali bunaqa loyihalarga vaqtli emasmi? O'zi endi ishga keldim. Ishqilib, eringiz kelib kechirim so'ramadimi? Yarashmamadinglarmi? U kechirim so'ramaydi. Nima? Bo'lmasa siz yalinib borasizmi? Yo'q. Unda nimani o'ylab o'tiribsiz? Shu fotosessiyani ertaga qoldiraylik. Buguncha o'zimga kelib olay. Yaxshi. Kelishdik.
ertaga bo'lsa ertaga. Siz qo'rqmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Tushundingizmi? Qo'rqmang. Ha, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Shu yerda ishlayapsanmi? Ha, boshqa joyga ishga kira olmaymiz. Qamalib chiqqanlarni kim ham ishga olaman deb ko'zi uchib turibdi. Qo'shimcha ish ham qilasanmi? Qanaqa ish? Kriminal bo'lsa meni aralashtirma. Pul kerakmi? Albatta kerak. Kimga pul kerak emas? Hammaga pul kerak. Mana shu pul seniki bo'lishi mumkin. Xo'p. Nima qilishim kerak? Shu yerda G'aybul aka ishlaydimi? Ha, ishlaydi. Quruvchilarga qarab yuradi. Shu akang uchun baxtsiz hodisa tashkillashtirishing kerak. Boshiga nimadir tushib ketsin yoki o'zi yiqilib tushsin. Xullas bilmadim. Nimadir qilish kerak. Hammasi tasodifiy bo'lishi kerak. Tushundingmi? Hech kim shubhaga bormasligi kerak. Shumi darding? Hozircha shu. Bo'ldi. Tashkillashtiramiz. Bu boshqa gap. Erkakning gapi bo'ldi. Hozircha mana shuni olib tur. Ol. Ish bitgandan keyin hammasi seniki. Yaxshi, kelishdik. 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 Ko'rishamiz. Bo'pti. Mayli Nazokatxon. Endi men bora qolay. Uyda ekansiz-ku. Yana kelib xabar olib turaman. Opa, hozir men ham ko'chaga chiqaman. O'tirib turing, xo'p? Kiyinib chiqaman, birga ketamiz. Bo'lmasam hovlida kutib turaman. Mayli, ixtiyoringiz. Nazokat. Nazokat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Keldim Bonu. Nega keldingiz? Gulim. Sizni olib ketgani keldim.
Iye? Bu yerda nima qilyapsiz? Nima, dars bo'lmadimi? Bo'ldi. Uyga ketgim kelmadi. Sizni poylab turgandim. Bekor qopsiz. Ketavermaysizmidi? Zarina, menga IELTS olishga yordam bera olasizmi? Sizda asosan reading bilan speakingda xatolar juda ham ko'p. Agar shular ustida ishlasangiz, yaxshi ball ola olasiz. Iltimos menga vazifa bering, uyda qilib kelaman. Xo'p, men sizga Telegramda mavzuni tashlab qo'yaman, xo'p? Kostyum sizga yarashibdi. Savlatli yigit bo'lib qopsiz. Sizni ko'rganlar institutda o'qiydi deb o'ylashadi. Men ham o'qishga topshirmoqchiman. Zo'r-ku, qaysi o'qishga? Moskvadagi uchuvchilik institutiga. Uchuvchi bo'lasizmi? Uchuvchi bo'lish meni orzuyim. Agar siz yordam bersangiz, albatta uchaman. Yaxshi. Uchuvchilar lekin bunaqa yurmaydi. O'ziga qarab, chiroyli bo'lib yuradi. Bunaqa oldiz ochib yurmang. Xo'p. Mana bo'ldi. Mayli, xayr. Mayli. Mehribonim, Labbay. menimcha biz birga bo'la olmaymiz. Men sizga juft halol bo'la olmayman. Men ko'p o'yladim. Bir qarorga keldim. Men ham ko'p o'yladim. Ammo sizsiz yasha olmasligimni yaxshi tushundim. Shuning uchun ham mana o'zim keldim. Menga ko'p narsa kerak emas, Bonu. Shunchaki yonimda bo'lsangiz bo'ldi. Menga boshqa narsa kerak emas. Keyin mendan xafa bo'lasiz, jahlingiz chiqadi, baqirasiz. Men baland ovozda gapirgan, qo'l ko'taradigan erkaklardan qo'rqaman, yomon ko'raman. Xo'p, endi sizga hech qachon baqirmayman. Aniqmi? Keyin aynib qolmaysizmi? Aniq. Olib chiqing narsalaringizni. Menga ozgina vaqt bering. Vaqt yo'q, kerak emas. Tezlashing. Men bu yog'iga yolg'izlikka chida olmayman. Choyingizdan bir qultum qaynoqqina ichsam, butun g'uborlarim yoyilib ketadi. Yuring. Men bormayman desamchi? Xo'sh, sizni olib ketish uchun nima qilay? Siz cho'kaymi? Shart emas. Siz boysiz, men kimman? Manu, siz bu dunyo menga qorong'u, ishoning. Mayli.
Sizga oxirgi imkonni beraman. Hozir chiqaman. Yaxshi. Afzalbek. Kelishingizni aytmabsiz. Yuragim siqilib ketyapti. Xonada o'tira olmadim. Bilardim shunaqa bo'lishini. Qo'liz ishga bormay qoldim. Xotinim oldida bitta maraz o'ralashib qolgan. Menimcha hammasini otasi qilyapti. Bu endi sizni xotiningiz emas. Siz allaqachon javobini berib bo'lgansiz. To'g'ri. Afsuslanayotgan bo'lsangiz, fatvo markaziga borib kelaylik. Shariy yo'lini so'raylik. Nima? Birinchi kundan yalinishim kerakmi ularga? Qurib ketsin shu g'urur. Oilani deb barcha g'urur sinadi. Bolalaringiz bor. Siz g'ururingiz emas, bolalaringizni o'ylang. G'aybulla aka, men qaynotamga hech qachon yalinmayman. Unaqa bo'lsa qiynalib yuravering. Bu kechishda qaynotasi sizdan qasd olaman deb xotiningizni boshqaga erga berib yuboradi. Nega unaqa qaraysiz? Ko'rib turibsiz-ku. Bu pastkashlarning qo'lidan hamma narsa keladi. Ulardan hamma narsa kutsa bo'ladi. To'g'ri gapirdingiz. Meni sindirish uchun nima kerak bo'lsa, o'shani qilishyapti. Qaynotasi qimorbozligini bilarmidingiz? Boshida bilmaganman. Shunchaki oddiy oshpaz deb o'ylar ekanman. Choyxonada ishlaydi deb o'ylar ekanman. Hammasini to'ydan keyin bildim. Agar bilgan bo'lsangiz, bu odamdan ehtiyotroq bo'ling. O'zim ham aytdim, shuncha pulni qayerdan oldi bu deb. Hammasini qimordan topgan ekanda yaramas. Vaqtida ular bilan muomalani to'xtatib, to'g'ri qildik. İşimizga harom aralashmagani yaxshi. Yaxshi, meni to'xtatib qolganingiz. Sahal qolsa, eshikni ochib yuborardim. Opa, meni olib ketishga kelibdilar. Yo'q desam ham qo'ymayaptilar. Bormang endi. Ertaga yana biror narsa bo'lib qolmasin. Baqirmayman, jahl qilmayman deb so'z berdilar. U ham aytadi. Ham aytganidan qaytadi. To'pa, g'alati ko'rinar ekan. Tiz cho'kaman, yalinaman deyapti. Mensiz yasha olmas ekan. Atigi bir kunda-ya battar bo'lsin. Hali bu dunyodan xor bo'lib o'tadi. Opa, qo'ying. Kechirimli bo'ling. Kek saqlamang. Sizga shuncha tushuntirdim. Kek saqlasangiz kasal bo'lib qolasiz. Bu narsa ichingizdan yeb yuradi. Mana, men hamma erlarimdan minnatdorman. Ular menga borini, mehrini, pulini berishgan. Menga esa faqat bu odam azob bergan. Mana, jazosini olyapti.
Aslida dunyoda yolg'izlikdan yomoni yo'q, opa. Erkaklar yolg'iz yasholmaydi. Hayotidan ma'no yo'qolib qoladi. Bir o'zi qiynaladi, o'zini eplolmay qoladi. Eringiz shundan qo'rqyapti. Menga esa farqi yo'q. Pulini shulaman, mazza qilib yuraman. Boyim, mehribonim desam bo'ldi. Bu dunyoda qo'l bilan oyoq ishlashi shart emas. Aql bilan ish qilish kerak. Men hozir bu yerdan ketaman. Ketayotganingizda eshikni qattiqroq yopsangiz, o'zi qulflanadi. Biroz o'tirib, dam olib, keyin ketarsiz. Xo'p, Telefonlashamiz. xo'p. Hamma ishlarimiz yaxshi ketayotgandi. Cholli bilib qolgani chatoq bo'ldi. Endi bo'lsa oyoq osti o'rlashib yuribdi. Shuning uchun ham chol bilmasin degandim-da. O'zi bilan o'zi ovora bo'lib yurganda ancha ishni bitirib olgan bo'lardik. Mayli, bo'lar ish bo'ldi. O'zi ofisda bitta ehson qilsak bo'lardi. Osh tarqatib, Qur'on tilovat qildirsak bo'lar ekan. Shuni tashkillashtirishga o'zingiz yordam bersiz bo'lar ekan. Ha, shuni to'g'ri aytdingiz. Qurilishda ham qo'y so'yib, ishchilarga tarqatsak yaxshi bo'lardi. Bolalarga olib borsin, duo qilib qo'ysin. Balki balolarimiz arirmidi. O'zi asli bu ishni allaqachon qilishimiz kerak edi. Mayli, xayrli ish kechi yo'q. To'g'ri. Hali ham kech emas. Aybil aka, mayli. Men bora qolay. Ofisga borasizmi? Ha, ozgina qiladigan ishlarim bor. Bo'lmasam bu xayollar meni yeb qo'yadi. Bo'lmasam men ham siz bilan ketaman. Sizni bunaqa paytda yolg'iz qo'ymaganim ma'qul. To'qchilikda topganing dushman, qiyinchilikda topganlaring do'st deyishadi. Shu gaplar rost ekan. Rost. Xalqimiz juda ham dono maqollarni topib gapiradi-da. Hammasi sinalgan haqiqat. Dadam shunaqa derdilar. Qarang, bilgan ekanlar-da. Ha. Ketdikmi aka? Qani, yuring. Keling Bonu, keling. Qaytganingiz bilan tabriklayman. Rahmat. Siz bilan gaplashib olishim kerak. Xo'sh, nima haqida? Xarajatlarim haqida. Rozi bo'lsangiz. Yaxshi, gaplashib olamiz. Ha, sizga aytgancha, zo'r dugona topib qo'ydim. Dugona? Kim ekan? Afzalli xotinini ishga oldim. Kiloylar birga o'tirsanglar ham bo'ladi. Shunday. Yuring. Oying ketamiz degandi. Nima bo'ldi? Ketadigan bo'ldinglarmi? Ha, bugun ketamiz. Qayerga? Sergey tog'amnikiga. Qishloqqa ketasizlarmi? Ha. Lekin meni u yerga borgim kelmayapti. Oying o'zlari ko'rinmaydi. U bu joyga chiqdimi? Ha. Tog'am shaharga kelayotgan ekan. Birato'la bizni ham olib ketar ekan.
Oyimda biror ishingiz bormidi? Qaynonang folbinga borayotgan ekan. Eshigilan tagiga nimadir sepib ketayotgan ekan. Qo'shnilarimiz ko'rib qopti. Oying aytdilarmi? Yo'q. Nima bo'pti? Nima xohlasa, shuni qilaversin. Sen bilmaysan, bu yaxshi emas. Bolangga bir narsa bo'lsa-chi? Hech narsa qilmaydi. Folbin, bunaqa narsalarga ishonmayman. Ha, yo'q. Sen noto'g'ri o'ylayapsan. Meni yoshligimda bir voqea bo'lgan. Shundan keyin folbinlarga boradigan odamlardan uzoqda yuraman. Nima bo'lgan? Opa, shu choyingizni sirini aytmadingiz-a? Ichib ko'rasizmi? Ha, yo'q, ichmayman. Sizga zahar bermayapman. Meni ham sehrlab qo'ymang deyman-da. Bu choy faqat Sodiq Turg'unovichga ta'sir qiladi. Yordamchilarga o'tmaydi. Xavotir olmang. Ichasizmi? Ha, yo'q, keyingi safar. O'zingiz bilasiz. Men hammaga ham choy damlab bermayman. Ha, mayli. Yaxshi ishlang. Yaxshi yetib oling. Bu bir baloni biladimi deymanda. Choydan ichmadi. Qiziq. Yoshligimda qo'shnimiz bo'lardi. Qaynona kelinini yoqtirmasdi. Doim urushgan. Har bir qilgan ishidan kamchilik topardi. Kelin bechora qaynonadan qo'rqardi, lekin chidab yashardi. Bolali bo'ldi. Kunlarni birida qaynonasi qo'shni mahallada yashaydigan folbinni uydan chiqib ketayotganini ko'rib qoldim. Ko'p o'tmay kelini o'z joniga qasd qildi. Kelinni o'limini sababini hech kim bilmadi. Dahshat bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Hammasiga shu folbin sababmi? Shunaqa. Ular shaytonlar bilan ish bitirishadi. Oying shuning uchun ham ketaylik deyapti shekilli. Senga maslahatim, ketganinglar yaxshi. Qo'y shu oilani. Sen sog'lom bolani dunyoga keltirishing kerak. Qodirini nima qilasan? Baribir onasi seni o'g'li bilan yashattirmaydi. Oyim hamisha aytadi, bola otasi bilan o'sish kerak. Mayli, yana ham o'ylab ko'ringlar. O'zingizlar bilasizlar. Men ham ishlarimni qilib bo'ldim. Ketsam bo'ladimi? Boya seni bir yigit bilan ko'rgandim. Shu yerda o'qiydigan bitta o'quvchi. Sen biz bilan shartnoma tuzgansan. Shartnoma shartlarini o'qib chiqqanmisan? Yo'q. Shartnomani bandida ishxonada sevishish taqiqlanadi. Shunaqa deb yozilgan. Kim shartnoma qoidalarini buzsa yoki munosabatlarga kirishsa ishdan haydaladi. Ayniqsa o'quvchilar bilan.
Men hech kimni sevib qolganim yo'q, ustoz. Kim aytdi? Boyagi bola bilan 2-3 marta ko'rdim. Uni o'zi yuradi ustoz orqamdan. Unga sekin tushuntirib qo'y. Senga ish muhimmi yoki munosabatmi? Bu nima deganingiz ustoz? Men ishlashim kerak. Oyijonim yuzlarini yorug' qilish uchun ham harakat qilyapman. Unda gapga qolmasdan gaplashva. Xo'p, hal qilaman. Xayr ustoz. Xo'p. गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। तो आइए देखते हैं आज हमारा जो टॉपिक है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम के बारे में। पिछला हमने कवर किया था प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम। आज हम देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडिपेंडेंस के बाद शुरू हुआ, यानी 1947 के बाद। तो जो पहला प्रोजेक्ट आया था इसमें वो है इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948. In 1948, the Etawah pilot project was started by Albert Mayer. 1948 में ये प्रोजेक्ट एल्बर्ट मेयर जी के द्वारा शुरू किया गया था। The Etawah project opened the way for community development in India. Hence, it is known as the Etawah Pilot Project. Etawah Pilot Project opened the way, मतलब इस प्रोजेक्ट ने एक रास्ता बनाया कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। इन इंडिया में, भारत में कम्युनिटी कैसे डेवलप होगी उसके लिए इसने रास्ता बनाया। तो इसीलिए इसको इटावा पायलट प्रोजेक्ट नाम दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान। इसको एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान के नाम से भी हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? बिकॉज द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन अ नॉर्मल इन्वायरमेंट। ये बहुत ही साधारण वातावरण में शुरू हुआ था, इसीलिए इसको हम एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर विटनेसिंग इट्स रिजल्ट द पाथ वॉज क्लियर्ड फॉर द CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू बीइंग। इसके रिजल्ट को देखते हुए, इस प्रोजेक्ट के विटनेस करते हुए रास्ता हमारा साफ था CDP की शुरुआत के लिए कि अब CDP शुरू किया जा सकता है। CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अब हम शुरू कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट, इट इज सीन एज अ प्रीकर्सर ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। एज अ रिजल्ट, ये जो है एक कारक बना CDP की शुरुआत का। ये CDP किसके जरिए शुरू हुआ? तो इसी प्रोजेक्ट के जरिए शुरू हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। द मल्टीपर्पज कॉन्सेप्ट ऑफ द विलेज लेवल वर्कर is an outcome of the Etawah pilot project. The multi-purpose concept क्या था इसका? Multi-purpose concept of the village level worker is an outcome of the Etawah pilot project. जो Etawah pilot project का जो रिजल्ट निकला, जो आउटकम निकला, वो था हमारा विलेज लेवल वर्कर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम, फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि इनिशिएट हुआ था, शुरू हुआ था 1946 में। क्योंकि ये एक्टिव होता है 1948 में, मतलब चर्चाओं में आता है, इसलिए इसको
हम पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम में रखते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम 1946। द फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम was started by T. Prakashan in 1946. It was started by T. Prakashan. T. Prakashan साहब के द्वारा ये शुरू किया गया था 1946। कहाँ शुरू किया गया था? मद्रास, तमिलनाडु में। Next point, although this program was initiated in 1946, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1946 में हुई थी, it became active in 1948, मतलब ये चर्चाओं में आया या यूँ कहें एक्टिव हुआ 1948 में। So it is described under post independence program, इसलिए इसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम में रखते हैं। फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिरका का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। फिरका क्या है? अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, गांवों का समूह को हम फिरका बोलते हैं। फिरका मीन्स अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। वन फिरका कंसिस्ट ऑफ 5 to 10 विलेजेस। एक फिरका जो है 5 से 10 गांव के बराबर होता है। एक फिरका 5 से 10 गांव के बराबर होता है। इनिशियली स्टार्टेड इन 34 फिरकास, 34 फिरकास में इसकी शुरुआत हुई। लेटर अनदर 50 फिरकास वर एडेड, कुछ समय बाद 50 फिरका और बढ़ गए। टोटलिंग 84 फिरकास, टोटल फिरकास हो गए 84। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नीलोखेरी प्रोजेक्ट। अब नीलोखेरी प्रोजेक्ट के बारे में हम देखते हैं। ये शुरू किया गया था एसके डे साहब के द्वारा। एसके डे 1948 में कहाँ पे शुरू किया गया था? तो हरियाणा, कुरुक्षेत्र का जो बेल्ट है, रीजन है, कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज मजदूर मंजिल। अब पूछ सकता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस का ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जिसको हम मजदूर मंजिल के नाम से जानते हैं? तो वो कौन सा प्रोजेक्ट है? वो है हमारा नीलोखेरी प्रोजेक्ट 1948, जिसको हम मजदूर मंजिल के नाम से भी हम जानते हैं। It was initiated to provide shelter for 7,000 immigrants from Pakistan. So it is known as Refugee Rehabilitation Project. इसको रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट भी हम कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है जो भी 7,000 इमाइग्रेंट्स पाकिस्तान से आए थे उनको ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए इसको हम रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमने ये 3 प्रोजेक्ट डिस्कस किए। अब आगे ही इसी तरह हम बढ़ते रहेंगे डेली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास।